Prezidentimizning 2026-yil 4-fevraldagi tegishli farmoni hamda sanoat kooperatsiyasi va davlat xaridlari boshqaruv kengashi yig'ilishi bayonnomasining ijrosini ta'minlash maqsadida Bank Moliya akademiyasida vazirlik va idoralarning sohaviy xodimlari uchun bir haftalik maxsus malaka oshirish kurslari tashkil etilgan edi. Mazkur o'quv dasturining mantiqiy davomi sifatida tinglovchilar joriy yilning 22 may kuni mamlakatimizning eng yirik sanoat korxonalaridan biri hisoblangan Olmaliq metallurgiya kombinatiga tashrif buyurishdi. Dastavval mehmonlar ishlab chiqarish jarayonlari hamda mahalliylashtirish dasturi asosida sanoat kooperatsiyasi aloqalari qanday amalga oshirilishi bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bundan tashqari so'nggi yillarda kombinatda yo'lga qo'yilgan raqamlashtirish ishlari haqida ham batafsil ma'lumotlar berildi. Ma'lumot uchun Bank Moliya akademiyasi vazirlik va idoralarning sohaviy xodimlariga moliyaviy, iqtisodiy va boshqaruv yo'nalishlarida magistrlik darajasini berish hamda malakasini oshirish orqali yetuk kadrlarni tayyorlaydi. Bunda ular uchun nazariy va amaliy bilimlar integratsiyasi ta'minlanadi. Tashrif davomida mehmonlar qalmoqir va yoshlik bir konlaridagi ma'dan qazib olish jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. So'ng joriy yilning mart oyida ishga tushirilgan 3-misboy ish fabrikasining ishlab chiqarish quvvatlari va u yerda o'rnatilgan eng zamonaviy yuqori texnologik uskunalar haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Kombinatda mahalliylashtirish dasturining bosh ijrochisi hisoblangan Markaziy ta'mirlash mexanika zavodi delegatsiya a'zolarining navbatdagi manzili bo'ldi. Mehmonlar shatakka olish tizimi asosida faoliyat yuritayotgan Olmaliq quyi mexanika zavodida ham bo'lishdi. Mazkur korxonaning kombinat bilan yaqin hamkorlikda ilgari xorijdan olib kelingan import mahsulotlarini mahalliy sharoitda ishlab chiqarishni muvaffaqiyatli o'zlashtirgani tinglovchilar tomonidan yuqori baholandi. Olmaliq metallurgiya kombinatiga uyushtirilgan ushbu tashrif mahalliy ishlab chiqarish va sanoat kooperatsiyasini yangi tizim asosida rivojlantirish bo'yicha tomonlar o'rtasida samarali tajriba almashish uchun mustahkam poydevor yaratdi desak mubolag'a bo'lmaydi.